Savol: homiladorlik va tug'ruq sababli Ramazon oyiga to'g'ri kelgan ko'p kunlik Ramazon rozasi qazolarim bor edi. Allohga hamd bo'lsin, ularni tutdim. Faqat oxirgi 7 kun qoldi. Ulardan 3 tasini Sha'bonning 15-kechasidan keyin tutdim va qolganini Ramazondan oldin tugatmoqchiman. Sizning sahifangizda Sha'bonning 2-yarmida roza tutish faqat rozaga odatlangan kishi uchun joiz ekanini o'qidim. Alloh sizni mukofotlasin. Menga maslahat bering. Zimmamdagi kunlarning rozasini tugataymi yoki yo'qmi? Agar javob yo'q bo'lsa, tutgan 3 kunimning hukmi nima? Ularni qaytadan qazo qilamanmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Sha'bonning 2-yarmida Ramazon qazosini tutishning zarari yo'q va bu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Sha'bon yarimlaganda roza tutishdan qaytarishlari ostiga kirmaydi. Sizning 3 kunlik rozangiz sahihdir va qolgan kunlarni Ramazon kirishidan oldin tutishingiz lozim. Endi batafsil javobga o'tamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idan tasafa Sha'ban fala tasumu." Sha'bon yarmiga yetsa roza tutmanglar deganlar. Sunan Abu Dovud 2337-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Dovud 2337. Bu qaytariqdan quyidagi holatlar istisno qilinadi. Roza tutish odati bo'lgan kishi, masalan, dushanba va payshanba kunlari roza tutishga odatlangan kishi, u Sha'bonning 15-kechasidan keyin ham roza tutaveradi. Buning dalili Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "La taqaddamu Ramazona bi sawmi yawmin va la yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasum." Ramazondan 1-2 kun oldindan roza tutib olmanglar. Lekin bir kishining tutib yurgan rozasi bo'lsa, uni tutaversin dedilar. Sahih Buxoriy 1914, Sahih Muslim 1082-hadis. Sha'bon oyining 15-kechasidan oldin roza tutishni boshlab, uni 2-yarmida davom ettirgan va oldingi roza davri bilan bog'lagan kishi taqiq ostiga tushmaydi. Buning dalili quyidagi hadisdir. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallama yasumu Sha'bana kullah. Kana yasumu Sha'bana illa qalila. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bonning deyarli hammasini roza tutib o'tkazardilar. Sha'bonning bir necha kunida roza tutmasdilar xolos. Sahih Buxoriy 1969, Sahih Muslim 1156-hadis. Imom Navaviy aytadilar: Oysha onamizning Sha'bonning deyarli hammasini roza tutib o'tkazardilar. Sha'bonning bir necha kunida roza tutmasdilar xolos degan so'zlarida ikkinchisi birinchisini izohlab, hammasi degan so'zdan maqsad aksariyati ekanini bayon qiladi. Iqtibos tugadi. Bu hadis Sha'bonning 15-kechasidan keyin roza tutish joizligiga dalolat qiladi. Lekin bu oyning yarmidan oldingisiga ulagan kishi uchundir. Bu qaytariqdan Ramazon qazosini tutadigan kishi ham istisno qilinadi. Imom Navaviy rahimahulloh shunday deganlar: Ashoblarimiz aytadilar, shak kuni Ramazonning 1-kuni deb roza tutish durust emasligida xilof yo'q. Agar uni qazo, nazr yoki kaforat uchun tutsa kifoya qiladi. Chunki bu kuni sababli nafl roza tutish joiz bo'lsa, farz undan ham muhimroqdir. Agar uning zimmasida Ramazondan 1 kun qazosi bo'lsa, uni tutish vojib bo'ladi. Chunki uning qazosi uchun kam vaqt qolgan. Majmu' 6-mujallad 399-bet. Shak kuni bu Sha'bonning 30-kunidir. Agar 30-kechasi oyni ko'rishga bulut, tuman yoki shunga o'xshash narsalar to'sqinlik qilsa, bu kun shak kuni deb nomlanadi. Uning bunday nomlanishining sababi unda Sha'bonning oxirgi kunimi yoki Ramazonning 1-kunimi degan shubha borligidir. Javobning xulosasi: Sha'bonning 2-yarmida Ramazon qazosini tutishning zarari yo'q va bu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Sha'bonning 2-yarmida roza tutishdan man qilishlari ostiga tushmaydi. Sizning 3 kunlik rozangiz sahihdir va qolgan kunlarni Ramazon kirishidan oldin tutishingiz lozim. Vallohu a'lam.